uchun tilmayin duoda bo'lgan. Inshaalloh ota-onam hoji qilaman. Yiqqan davlatimga to'ylar qilaman. Mehmonga deb baland uylar quraman. Men uchun tilmayin duoda bo'lgan. Inshaalloh ota-onam hoji qilaman. Bu so'zni chin dildan takror aytamiz. Ay do'stim, vatanga qachon qaytamiz? Bu so'zni chin dildan takror aytamiz. Do'stlarim, vatanga qachon qaytamiz? O'zim musofirdaman, ayolim uyda, farzandlarim ikki, hayolim uyda. Erta deb, indin deb dalda aytamiz. Ay do'stim, vatanga qachon qaytamiz? Kelganimga necha yillar bo'libdi, ota-onam yo'llarim poylab turibdi.